Ben 5 yıl jarayonida yüzlerce saat söz kıldım. Minglarca saat sözüm mening xalqimga yetdi şu zamanda. Mening taxminim bo'yicha 5-6 milyon kishiga tarqaldi deb o'ylayman Sharq Turkistonda. Xalqni uyg'otish. Misal uchun men bir savol emas, bir üzerinden fikrini o'tirib qo'yay. Bu da'vat qilish vaqtida albatta avval bir gapni deb o'tdingiz. 2011 yilgacha bir ichilish qo'yib berish bo'lib ketdi dedingizda. Anonsiga buni o'zingiz sezgandek, buning bir to'zaq ekanligini deb o'tdingiz. Chunki 2017dan keyin bu to'zaqlik ayon bo'ldi-ku bizga. Yoki yaqin 10 yil ichida bizni bir qo'yib o'tib, oxir bir jiqqa vaqtidami, qo'rqinchli shaklda jiqdida bizni. Ehtimal bu yerda siz shu ustidan kelgan nima bo'yicha qilgansiz ma'qul. Ama muş vaqtning o'zida mushning to'zaq ekanligini his qilgan vaqtingizda azroq bir to'xtab turish yoki Xitoyning tayinning yomon ekanligini azroq bir o'ylamiding, bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, bu texidimmi cho'nqurlikdagi bir axloqiy savol bu. Mushu da'vat qilgan abaysiz sanaqalning hammasi chet eldagilar sizlar. Siz chet elda turib qildinglar buni, bexatar o'rin turib qildinglar. Xalqimiz o'tning ichida. Bu chaqda hozir siz shu xalqimiz mushuna da'vatlarni anglaganlarning ehtimol ko'p qismi yoki biz bilmaydigan sondagilar Xitoyning lagerli turmalarida ehtimal turli azob oqibatlarga duchor bo'ldi. U emas, hattoki telefonda bir parcha diniy rasm chiqib qolgan xalqimizni Xitoylar ko'zini tuhmat turmalarga qildi. Ammo sizlar chet elda omon yashadinglar-da, masalan. Shunda bo'lgan vaqtda siz hozir shu burunqi qaytgan vaqtingizda ko'ngilingizda bir gunoh tuyg'usi bo'lamdi? Yo'q. Masalan, mundaq bir ish bo'chu. Birinchi bu masalani biz ayrim programma qilib uzun to'xtalishimiz kerak. Chunki bu bir saviya masalasi. Bizning xalqimiz mustamlikada, xalqning Xitoyga qarshi chiqishi va zulmga qarshi chiqishi, ularga qarshi harakat qilishi farz ayyin. Uning uchun biz da'vatimizni qilaveramiz. Agar ular bizning da'vatimizni anglab o'ygansa, Allohning rahmati ularga qarshi chiqsa, chunki bizning da'vatimizning ostida butunlay Xitoyga qarshi chiqish, Xitoy hokimiyatiga, Xitoy zulmiga qarshi chiqish yotidir. Hech bir zaman biz Xitoyga bo'ysuninglar, namozingni o'qib, yog'liqingni olib yuringlar demadik xalqqa. Faqat astirdan zulmga qarshi chiqishni biz shunda ustunlik bilan yetaklab berdik, chunki biz gapimizning to'g'ri ekanligini ishonadigan odamlar. Bu javobni olgandan keyin biz davomli da'vatimizni qanot yaydıraveramiz. Xalq buni anglaverdi. Ular tutilsa, turmuga tushsa, chiqarishga loyiq imkoniyatni xalq o'zi nima qiladi? Chunki biz inqilobchi, biz jangchi, biz xalqni o'qitishda, xalqni uyg'otsak tutilib qolamdiki, turmuga solamdiki degan bu narsani biz ikkinchi o'ringa qo'yamiz. Biz xalqni jangchi bo'lishga, Xitoyga qarshi chiqishga her türlü yo'l bilan boshlab mangdigan kishilar. Buning uchun biz o xalqningki bexatarligi bilan bu jangning taraqqiyotini bu shaklda qilamiz. Hargiz bu biz xalqni da'vatni anglab deb tutib olib, biz jangni to'xtatib qo'ydigan